Teginmang aka. Bu xaridorlarimizning puli. Buni olish nima olishim kerak? Bu pulga ega bo'lish uchun yoki-da avtomobil yoki-da motor xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Bu avtomobillar ham sizlardanmi? Bu avtomobil ham bizlardan. Bu motosikl ham sizlardan. Albatta, motor ham bizlardan. Narxini qanday tanishtirasiz? Narxi bilan doston. Keling aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, bu avtomobillar sizlardanmi? Sizdan aka. Qanaqalarlar bor? Avtomobillar bor sizlarda. Avtokredit, naqd, halol nasiya bor. Shingret barcha turdagi avtomobillar mavjud. Yakka balon, qush balon, dubl kabina, benzinli, gazli versiyalar hammasi bor. Kreditga olsa ham bo'ladimi buni? Bo'ladi, bo'ladi. Pulim bo'lmasa ham olib ketamanmi? Boshlanish to'lov qilishingiz kerak, lekin respublika bo'yicha hech kim bermagan bonusni men beryapman aka. Nomerga ketadigan rasxodingizni 50% men to'lov qilib beraman. Rostdan. Shunday. Mumkin emas. Keling bu yoqqa, keling. Xohlasangiz 3 yilga kredit asosida qilib beramiz aka. Xohlasangiz naqd pul asosida naqd pulga xarid qiladigan bo'lsangiz, texpasport nomeri olish uchun $100 bonusiga, albatta, undan tashqari yana $100 benzin uchun, xarajat uchun qoplab beramiz. Viloyatlarga dastavkalarimiz bor, garantiyalari beriladi. Bo'lsa, xalqimizga bo'lsin. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanida joylashgan. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Kanalimizga yangi kirgan akalarimiz. Tirs. Like, podpiska vositasidan chiqmasin.